Bu trenajyor olganingizdan keyin bu shunaqa metodikasi borki, bu qinning ichida erkin harakatlanadi. Ya'ni mushaklarning tonusi oshgan sari bu harakatlanadi. Deylik, bizada harakatlanishi nimani bizada korreksiya qilib beradi. Deylik, bizada siydik qopi tushadi, orqa ichaklarimizga tushadi. Aynan mana shu o'rtasidagi dumalog'i nimaga kerak, nimaga bu ingichka, nimaga bu dumaloq deb so'rashadi. Asosiy sababi bu mana bu uch ingichkaligi kirishga juda ham qulay. O'rtasi dumaloqligi esa bizadagi asosiy mushaklarimizga tushganini ko'tarish uchun yordam beradi va mana bu chiqishi esa, ya'ni qin ichida erkin harakatini ta'minlab beradi. Aynan davolovchi qismi bu uni o'rta qismi bo'ladi. Ya'ni bizani o'sha mushaklarimizni tonusini ko'taruvchi, opusheniyalarini, ya'ni bachadon qisqarishini, bachadon tushishlarini, bachadon bo'yni qisqarishlari, rektotseli, sistotselilarni ko'tarish uchun aynan mana shu o'rtasidagi dumaloq